Assalomu alaykum aziz va qadrdon vatandoshlar. Istiqlolimizni o'tgan chorak asrda ko'proq vaqti davomida Farg'ona viloyatining eng chekka va so'lim go'shasi bo'lmish So'x tumanida barcha sohalarda ko'p yangiliklar, o'zgarishlar amalga oshirildi. Joriy yilning o'tgan muddati davomida tumanimizdagi sektorlar tomonidan yuklatilgan vazifalar asosida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Barcha hududiy kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar shtab a'zolaridan iborat ishchi guruhlar tomonidan mavjud xonadonlardan 43517 tasi o'rganilib chiqilib, o'rganish davomida 535 ta uyma yurish orqali muammolar aniqlandi. Sektorlar hududidan xalq qabulxonalariga 549 ta murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning asosiy qismini bolalar nafaqasi va moddiy yordam berish, ichimlik suvi, suv ta'minoti, qo'shni respublikada yaylovlardan foydalanish, turli xizmatlardan foydalanish, ish bilan ta'minlashdagi muammolar yechimini tashkil etadi. Ushbu yo'nalishda sektorlarda aholi daromadlarini oshirish, har bir oila tadbirkor dasturidan keng foydalanish maqsadida tijorat banklari orqali imtiyozli kreditlar ajratildi. Aholini tadbirkorlikka jalb etish, ularni daromad manbaini shakllantirish va oshirish borasida ham mamlakatimizda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, o'tayotgan yilning ushbu muddati davomida tumanda 645 ta tadbirkorlik subyektlari tashkil etilib, shu maqsadlar uchun 16 milliard 19 million so'm mablag'lar ajratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-martdagi 42-27 Prezident qarorlarini aholi bandligini ko'maklashish davlat dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarga muvofiq 2019-yilda tuman bo'yicha dasturlar asosida 859 ta, jumladan 3-chorakda 351 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. 2019 yilning 3 oy davomida 351 ta doimiy ish joyi yaratildi. Ya'ni rejaga nisbatan 100% ga bajarilishi ta'minlandi. Tuman bandlikka ko'maklash markaziga 2019-yil 3-chorak davomida 113 ta fuqarolar ish izlovchi sifatida ro'yxatga olingan bo'lib, shundan ayollar 55 nafarini tashkil qiladi. Ishga joylashmagan fuqarolarning 14 nafariga ishsizlik maqomi tayinlanib, 9 nafariga ishsizlik nafaqasi tayinlandi va 5 nafari ustoz shogird yo'nalishida kasbga o'qitishga yuborildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Jamoat ishlari jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi 799-sonli qaroriga muvofiq tumanda joriy yilning 3-choragida haq to'lanadigan jamoat ishlariga tashkil qilishga jami 497 nafar ish izlovchi fuqarolar mavsumiy ishga jalb qilindi. Aytish lozim, respublikamizda tadbirkorlikka jalb etish mexanizmini huquqiy asoslari yaratilgan bo'lib, ushbu asosda sohani rivojlantirish ham davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Tadbirkorlar murojaati ham bugun davlatimiz rahbarining e'tiborida. Bosh vazir qabulxonasini tashkil etilishi ham ushbu qabulxona faqat tadbirkorlar murojaatini qabul qilib, ularning muammolarini yechish bo'yicha faoliyat olib borilishi ham ushbu masalaga aloqador dolzarb ekanligining dalolatidir. Bosh vazir qabulxonasiga tushgan murojaatlar va uni tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, sohada yechilishi lozim bo'lgan muammo va kamchiliklar oz emas, bor. Yil boshidan bosh vazirning So'x tumanidagi qabulxonasiga jami 149 ta, shundan 41 ta kredit masalasida, yer ajratish masalasida hamda bino va inshootlar bo'yicha 30 ta, boshqa masalalar bo'yicha 73 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 144 tasi ijobiy hal qilindi. Qolgan 5 ta murojaatlarning barchasi ijobiy hal qilinish choralari ko'rilmoqda. Agar har birimiz faoliyatimiz jarayonida har bir tadbirkorga ko'makdosh, yelkadosh va madadkormiz degan ezgu g'oyaga tayanib ish tutsak, ko'zlagan maqsad va niyatlarimizga erishgan bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 6 va 7 may kunlari Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida belgilab berilgan topshiriqlarning ijrosi to'g'risidagi 11700 sonli yig'ilish bayoniga asosan
So'x tumanida 34 ta investitsion loyihalar kiritilgan. Loyihaning umumiy qiymati 127 milliard 958 million so'm bo'lib, shundan o'z mablag'lari hisobidan 71 milliard 368 million so'm, bank kredit hisobidan 10 milliard 940 million so'm, xorijiy kredit liniyalari 300 ming AQSh dollari va xorijiy investitsiyadan 5200 AQSh dollari hisobiga 369 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi tasdiqlangan. Qaror ilovasiga kiritilgan 34 ta investitsiya loyihalaridan 25 ta loyihada 2019-yilda amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, umumiy qiymati 28 milliard 820 million so'm hisobiga 229 nafar ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. 9 ta loyiha 2020-yilda amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, umumiy qiymati 99 milliard 138 million so'm hisobiga 140 nafar yangi ish o'rni yaratiladi. 2019-yilning sentyabr oyi holatiga ko'ra 21 ta investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jami 20 milliard 570 million so'm, shundan loyiha tashabbuskorlarini o'z mablag'i hisobidan 18 milliard 880 million so'm, bank krediti pul mablag'i hisobidan 1 milliard 690 million so'm sarflandi. Investitsiya loyihalarining ishga tushirilishi natijasida bugungi kunda tumanimizda 198 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Ushbu loyihalar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirildi. Sanoat yo'nalishi jami 15 ta loyiha. Loyihaning umumiy qiymati 93 milliard 470 million so'm. Shundan o'z mablag'lari hisobidan 61 milliard 850 million so'm, bank kredit hisobidan 4 milliard 230 million so'm hisobiga 238 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Hozirgi kunda sanoat yo'nalishida 8 ta loyiha amalga oshirildi. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jami 11 milliard 500 million so'm, shundan 10 milliard 950 million so'm o'z mablag'i hisobidan 550 million bank krediti mablag'lari o'zlashtirildi. Investitsiya loyihalarining ishga tushirilishi natijasida bugungi kunda tumanimizda 131 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida ham 8 ta loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishdagi 3 ta loyiha amalga oshirildi. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jami 2 milliard 350 million so'm, shundan 1 milliard 870 million so'm o'z mablag'i hisobidan 480 million so'm bank krediti mablag'i hisobidan o'zlashtirildi. Investitsiya loyihalarini ishga tushirilishi natijasida 17 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha jami 11 ta loyiha. Loyihaning umumiy qiymati 9 milliard 450 million so'm. Shundan o'z mablag'i hisobidan 4 milliard 100 million so'm, bank kredit hisobidan 5 milliard 350 million so'm hisobiga 64 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Hozirgi kunda 10 ta loyiha amalga oshirildi. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jami 2 milliard 350 million so'm, shundan 1 milliard 870 million so'm o'z mablag'i hisobidan 480 million so'm bank kredit mablag'lari o'zlashtirilib, investitsiya loyihalarini ishga tushirish natijasida 17 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Biz doimo kelajakni o'ylab va nurafshon ertamizni ko'zlab olg'a intilishimiz darkor. Chunki bugungi kunda yaxshi niyatlar bilan qo'yilgan sarmoya ertangi kunni munosib dastmoyasidir. Dastmoya deganda so'x xalq tili bilan aytganda qo'lga kiritilgan daromad va foyda demakdir. 2020-yilda har bir hududni jadal rivojlantirish va aholi turmush darajasini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar hamda bu jarayonda xususiy tadbirkorlikni tutgan o'rni va ahamiyati biz uchun ustuvor vazifa sanaladi. Bunda tumanda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar, shu jumladan faol eksportyor korxonalar, ularning loyihalari va erishgan yutuqlari to'g'risida bilishimiz foydadan xoli emas. 2019-yil yanvar-noyabr oylari davomida tumanda 1 million 278 ming AQSh dollari miqdorida sanoat mahsulotlari,
2.922.000 AQSh dollari miqdorida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksporti amalga oshirildi. Bugun qishloqlarimiz, mahallalarimizning siymosi kundan kunga chiroy ochib bormoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan Hayot baxsh dastur, Obod qishloq dasturi bunga yaqqol misol bo'la oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevraldagi 4201 sonli qarorlariga asosan tumanda 3 ta Hushyor, G'aznov va Mulg'on mahalla fuqarolar yig'inlari Obod qishloq dasturiga kiritilgan bo'lib, manzilli ro'yxatlar tuzilgan va tasdiqlangan. Barcha qishloq aholisi uchun zaruriy sharoitlar yaratish, turmush tarzi va sifatini oshirish, mahallalarni obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish ishlariga barcha manbalar hisobidan 18 milliard 210 million so'm mablag'larni o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi kunda Obod qishloq dasturi doirasida quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda. Tumandagi 2019-yilda Obod qishloq dasturiga kiritilgan Hushyor, G'aznov, Mulg'on mahalla fuqarolar yig'inlarini yakka tartibdagi uy-joylar, xonadonlar, xizmat ko'rsatish shoxobchalari va boshqa obyektlar 900 ta xonadon belgilangan bo'lib, bugungi kunda 750 tadan ortiq xonadonlar ta'mirlab yakuniga yetkazildi. 280 million so'm mablag' homiylar va tashabbuskorlarning o'z hisobidan sarflandi. Shu raqamlardan ko'rinib turibdiki, bajarilayotgan barcha ishlar faqat fuqarolarimiz uchun ularning manfaatlarini ko'zlab amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda tumanimizning barcha hududlarida qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida hamda yo'llardagi favqulodda holatlarning oldini olish uchun shag'allashtirish ishlari jadal olib borilmoqda. Davlatimiz tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobidan tumandagi 72 kilometrdan ortiq masofadagi yo'llarimizga shag'al yotqizish rejalashtirilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, qisqa muddat davomida So'x tumanida investitsion dasturlar asosida 10 ta obyekt qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda ushbu yo'nalishdagi ishlarimiz ham to'liq bajarilishiga erishildi. Jumladan, tumanimizda bugungi kunda 6 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, bitta shifoxona va bitta qishloq oilaviy poliklinikasi, G'aznov va Mayrovat sel yo'li qurildi. Ushbu maqsadlar uchun davlatimiz tomonidan 20 milliard 698 million so'm mablag' ajratildi. Shuningdek, So'x tumani Saribozorcha mahalla fuqarolar yig'ini hududiga 2019-yil rejasini ijrosi maqsadida 10 dona 2 sotiqli va Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini hududiga 1 dona 4 qavatli 24 xonadondan iborat namunaviy arzon uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 1 dona ko'p qavatli uylarimiz uyga muhtoj talabgorlarga biriktirib boshlang'ich badallari to'liq to'lanib topshirish arafasida turilibdi. Qurilish ishlari olib borish uchun Mirzo Qurbon xususiy korxonasiga 3 milliard 50 million so'mga qurilish amalga oshirilishi uchun biriktirilib berilib, bugungi kunda ta'mirlash ishlari tugatilib, obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Saribozorcha mahalla fuqarolar yig'ini hududiga 10 dona 2 sotiqli namunaviy uy-joylarga talabgorlar tanlab olinib, boshlang'ich badal to'lovlari to'landi. Qurilish ishlari olib borish uchun Guzari Omadi Lazina xususiy korxonasiga 2 milliard 300 million so'mga qurilish ishlari amalga oshirilish uchun biriktirib berilgan bo'lib, bugungi kunda uylarning qurilish ishlari yakunga yetib, o'z egalariga topshirish jarayonida. So'xliklar doimo muhtaram prezidentimiz e'tibori va g'amxo'rliklarini o'zlarida his etib, umr guzaronlik qilishadi. Tumanimiz ahli murojaat va takliflarni ijro etish maqsadida bevosita muhtaram prezidentimizning ko'rsatmalariga asosan tumanimizda 2 ta zamonaviy tikuvchilik fabrikasi qurilib, foydalanishga topshirildi. Bu degani qo'shimcha ish o'rinlar va albatta daromad manbalari paydo bo'lishidir. Shuning uchun So'x tumani aholisi doimiy ravishda ushbu e'tibor va g'amxo'rliklardan quvvat olib, ozod va obod vatan qurish, erkin va farovon hayot barpo etishdek ezgu maqsadlarni o'zlariga shior etgan holda hamisha kelajak sari odimlashmoqda. Zero ozod va obod vatanda yashash, shuningdek farovon hayotga ega bo'lish har birimizning ezgu niyatimizdir.
O'ylaymanki, barchamiz ko'zlagan niyat va maqsadlarimizga muhtaram prezidentimizning odilona siyosati va rahnamoligida albatta erishamiz. Bu uchun bizda ham sharoit ham katta imkoniyatlarimiz bor va sharoit bo'lgan joyda muammolar albatta o'z yechimini topadi.